qo'mondonlarini va jumbish bayrog'ini Xitoyga yashatgan qahramon qo'mondonlarning iftixoriga Nasimjoni jumbish taqdim deyishni o'qitdilar. Vatanimni ozod etgan, toqqa chiqib jihad etgan. Vatanimni ozod etgan, toqqa chiqib jihad etgan. Dushmanimni barbod etgan. Yashang do'stim, qahramonim. Vatan dibda toshlarga yugurgan salomim bor. Vatan dibda toshlarga yugurgan salomim bor. Nasimjon Muhtaram G'ulom Saxon raisi javononi Ulusvali Sonchoyrak albatta iftixorlarga ishni xush bo'lsinlar tamom javonlari bilan Muhtaram G'ulom Saxon